kanalda yangimiz, xudo xolasa kanal ham yangi. Aha. Kanal rivoji uchun narxini yengil narxda qo'yib beramiz. Yengil narxda qo'yib berasiz. Arzon bo'ladi. Hamma yoqda aylanib ko'rishadi, Tepaquronda qo'y ko'p. Arzon bo'lsa kelib olasiz. Bo'ldi. Yengil narxda chiroyli qilib chiqaramiz. Aslida baqaman deyilgan akalar. Mana. Kelimlarni qaranglar, ko'chib qolgan hurmatli obunachilar. Xudo xolasa zo'r variantlar ekan. Yengil bo'ladi. Kanalingizda yangimiz, xudo xolasa obunachilar uchun yengil narxda qo'yib beramiz. Narxni sindiramiz, xudo xolasa. Bo'g'ozda, o'sha Qirg'iziston Bishkekda qo'yini olaman degan obunachilaringizga. Xudoga solishtirib, bemalol aylanib ko'rishaveradigan narxi olsa. Assalomu alaykum qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, akalar. Bizni muntazam kuzatib turgan aziz obunachilar, xudo xolasa sizlarga yetuk naq bo'g'ozlarda yetib kelibdi. Videoni o'tkazib olmasdan oxirgacha ko'rib turasizlar sizlarga. Qo'ldan kelgancha mana bu qo'ylarni sizlarga yoritib beramiz. Video yoqsa bittadan like bosib, bo'g'oz qo'y qida yurgan aka-ukalarga ulashib qo'ysalar bu videoni. Xo'p, akalar, biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha siz bilgan Tepaquron qishlog'idan olib boryapmiz. Bugun hafta kunimizga 22-fevral, yakshanba 2026-yil. Xo'p, bu qo'ylarni o'zimni qo'shnim Mumoshir aka. Mumoshir, assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Muratjon aka, tuzumsiz? Yaxshi, rahmat. Charchamaydi. Xolasa qo'ylar zo'rini olib keldik. Zo'rlardan ketsa, ham yengil qilib obunachilaringizga qo'yib beramiz. hurmatli obunachilar, oxirgacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa narxlarni sindirib berasiz. Narxlar vobshe yengil bo'ladi. Kanalingizda yangimiz, xudo xolasa obunachilar uchun yengil narxda qo'yib beramiz. Narxni sindiramiz, xudo xolasa. Mana. Naq bo'g'ozlar ekan-a? Hammasi Sasiyat bular. yetuk bo'g'ozda. O'sha Qirg'iziston Bishkekda qo'yini olaman degan obunachilaringizga. Xudo xolasa Qirg'izistonda qo'ylar ekan, hurmatli obunachilar, itovoshi yaxshi, o'ta ideal darajada ekan. Mumoshir garantiya Muratjon aka bemalol sinab olishaveradi. Xudo xolasa bugun necha partiya qo'y chiqarib beramiz? Bugunga 2 partiya qo'y chiqaramiz. O'sha yetuk naq bo'g'oz, yirik bo'g'ozlarda. Yetuk naq bo'g'ozlaridan 2 partiya qo'y chiqarib berganlar. Xudo xolasa narxi bor, narxi arzon bo'ladi. narxi zo'r bo'ladi. Solishtirib bemalol aylanib ko'rishaveradigan narxi arzon. Mana yurish-turishlarga e'tibor berasizlar, xudo xolasa chiroyli. Birinchi partiyamizga necha dona? Qayda 18 ta birinchi partiyamizga. Birinchi partiyamizga bo'g'ozda. 18 dona ekan, hammasi naq bo'g'oz ekan. Yelimi ko'chgan ekan. Mashla o'zi yel solyapti o'zi, bilinib qolgan ancha. Xo'p, sekin buni ma'lumotini o'zingiz beraverasiz, sasiyat. Xo'p, buni bo'ylari nechaga beramiz? Bo'ylari 85. 85 bo'ylari. 85 xotirjam chiqadi. Xohlasa 80 plyusga olasiz. Xohlasa 85 ga. Bo'yda tortishmaymiz Muratjon aka. Bo'ldi. Qo'ylar hamma yo'g'i konkret, xohlasa hech nuqsoni yo'q. Bu nuqsoni yo'q. Orqa boshlari ham juda chiroyli, osilib ketmagan. Qo'ylar haqiqiy ideal darajada ekan. Xudo xolasa mana tozasini baqaman deyilgan akalar. Mana. Kelimlarni qaranglar, ko'chib qolgan hurmatli obunachilar. Xudo xolasa zo'r variantlar ekan. Xo'p, bemalol pastdan nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa ishlaringni o'zimni qo'shdim, bitirib beradilar. Narxi bor Muratjon aka. Kanalda yangimiz, xudo xolasa kanal ham yangi. Kanal rivoji uchun narxini yengil narxda qo'yib beramiz. Yengil narxda qo'yib berasiz. Arzon bo'ladi. Hamma yoqda aylanib ko'rishadi, Tepaquronda qo'y ko'p. Arzon bo'lsa kelib olasiz. Bo'ldi. Yengil narxda chiroyli qilib chiqaramiz. Kelib ko'ramiz degan aka-ukalarga lakasa tashab berasizmi? Lakasalar tashab beramiz. Bemalol kelib xotirjam ko'rishaveradi. Bemalol kelib ustida qo'llarni siqib talash tortish olaveransizlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, mana yuzlariga bir e'tibor beringlar, yuzlari ham tiniq. Hamma joyi kelgan ekan qo'ylardi. Yetib olishi ham juda zo'r ekan. Xo'p, Moshir buni nechinchi qoringa bo'g'oz bular? Va birinchi, ikkinchi. Birinchi, ikkinchi qoringa hammasi. Ikki ekan jonivor mana. Bitta ikkita 6 tishi bo'lishi mumkin. Bitta ikkita bo'lishi mumkin, lekin ko'p emas. Ko'p emas. Asosan ikkinchi qoringa qo'ylar hammasi. Hammasi ikkinchi qoringa ekan asosan. Hurmatli obunachilar. Mana shunday ushlab turing. Yelimini qarang, yelimi ko'chib qolgan. Mana yuzlariga e'tibor berasizlar, e'tiboshi ham juda chiroyli. 6 ta bo'lsa kerak mana. Ham 6 ta. 6 ta ekan. Qo'y haqiqiy hammasi narx. Hammasi ideal darajada ekan qo'ylar. Xo'p, sasiyat, buni dastlabkilarda qayergacha qilib berasiz? Dastlabkasi hammasini olsa Samarqandgacha besplatni qilib beramiz. Samarqandgacha besplatni ketaverar ekan. Hurmatli obunachilar, o'zi to'laydigan variantdan ekan mana. Quyoshda yiltiryapti mana. Mana qo'ylar haqiqiy ideal darajada ekan. Xo'p, Samarqandgacha
Hammasini olganga qilib beraman, dastlabkasi bepul deyapsiz. Endi qo'ylarni maqtamaylik, sosed. Ha. Qo'ylar o'zini o'zi maqtasin, narxi bilan maqtanaylik. Ko'rgan odam biladi o'zi bu qo'ylarni. 18 ta dedingiz bu yerda, to'g'rimi? 18 ta xohlasa. Bir tortariga necha puldan berasiz biz obunachilarga? Hammasini olsa buni 8,5 8 million, 7 million 400 mingdan beramiz. 7 million 400 ming so'mdan ketaveradi. Joyga olsa. Bir joyga olgan odamga tanlab olishga qanday bo'ladi? Tanlab olishga kelishamiz. Plus tanlab olishga nimaki bu ishlar 5 ta 6 ta zo'rini olaman desa, narxini ustiga qo'shiladi. 8 milliondan sotmagan qo'ylarim ham bor buning ichida. 8 milliondan sotilmagan qo'ylar ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Mana haqiqiy naq bo'g'ozlar ekan. Uni Qo'ydi qarang-da. 10 million deyapti bitta ikkitalar. Orqa razrez qarang. Bu qarang. Kattaligini qarang-da. Mana. 4 tushagan jonivor. Quloq boshlari ham butun ekan. Haqiqiy yirik narsa ekan mana. Xo'p. Telefon qilgan odamga yana xayri bormi? Telefon qilgan odamga 200 mingni o'tib beraman yana. O'tib berasiz. Ha, 7 million 200 dan bir joyga olsa beraman. 18 tasini. Tanlab olishga kelishamiz. Tanlab olishga kelishlar ekan, agar biz kanaldan chiqsalaring, sizlarga mana o'tib beraganlar. Ikkala boshida kanalni rivoji uchun arzon narxda qo'yamiz, xudo xolasa bir kishi oladigan qilib qo'yib beramiz, dedim-ku. Bo'ldi. Yengil bo'ldi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana haqiqiy zo'rlari mana. Xudo xolasa mana Arashan paroda mana sariq qo'ylardi. Mana zo'rlari kelgan ekan. Yetuk bo'g'ozlar ekan. Mana yuzlari ham to'liq, xudo xolasa hamma joyiga garantiyasi bilan mana o'zim qo'shdim. Hamma tomonlama sinab olishaveradi. Ayb nuqsoni yo'q, bemalol. Bir hafta sinab olishaveradi, bemalol. Ha, xotirjam sinab olishaveradi. Bemalol yeb ishlarni bir hafta sinab o'rasizlar. Hurmatli obunachilar. Keyingi partiyalarga o'taveramizmi? Ha, bundan keyingi partiyaga bundan ham yirigi bor, xudo xolasa. Bizni Narxi yengil bo'ladi, uni ham chiqaramiz, arzon qilib. bo'ldi. Bizni obunachilar sosed. Eshitib turing, biz obunachilar ko'pi mendan qo'chqaron so'rab turishadi-da, qo'chqaron bormi? Ha, telefon qilsa qo'chqor ham bor, zo'ridan bor. O'zingiz videoga tashlab yurasiz. Ha, video qilib tashlab beraman. Qo'yga qo'shaman desa, Arashanning liniyaligi bor, xudo xolasa. Qulog'i 20liklarda ko'rdim, qo'rangizda. 20 pilis xudo xolasa. 20 telefon qilsa, ras ishqivoz bo'lsa, o'zlariga. Ishqivoz, realni olaman degan odamlar. Realni olaman degan odamga video qilib tashlab beraveraman, sotilaveradi. Bo'ldi. Faqat realni olaman degan aka-ukalarga mana tashlab berilaver ekan, takroriy video qilib. Xo'p, keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingi partiyaga olib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rasiz, zo'ri bo'ladi xolasa. Yirik. Bo'ldi. Bizda endi akalar keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyamizga mana bunaqa kashtan variantlari ham bor ekan. Xudo xolasa. Sosed bu yerda nechta dona ikkinchi partiyamizga? Bu yerda 10 dona xudo xolasa bitta obunachingizga. Bu yerda 10 dona ekan. Xudo xolasa bular ham naq bo'g'oz-a? Ha, hammasi naq bo'g'oz qo'ylar. Xudo xolasa bular ham naq bo'g'oz ekan. Xudo xolasa. Jasad haqiqatan katta ekan, hurmatli obunachilar. Yilimlari ko'chib bo'lgan mana yuzlariga e'tibor berasizlar. Mana 5 ta kashtan, 5 ta Arashan variantidan bor ekan, Arashan paroda qo'ylar ekan. Hurmatli obunachilar, mana haqiqiy yirik variantlar ekan. Mana hurmatli obunachilar, haqiqiy Hammasi yerda naq bo'g'oz ekan hammasi. Xo'p, xudo xolasa buni ham yeb ishlari sonda o'tgan. Ha, bir hafta 10 kun garantiyalari Bir hafta ham bemalol sinab olishaveradi. Bir hafta 10 kun bemalol sinab o'rgasiz. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa buni ham narxlarini kelishtirib zo'r qilib berasiz biz obunachilarga. Ha, narxini aytdim-ku, yengil qilib obunachilarga tushadigan qilib qo'yib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, bir qator sizlarga yelimlarimni ko'rsataman. Yelimlarim mana to'zib qolgan, xudo xolasa. Bular endi xudo xolasa nechi qoringa bo'lasiz, sosed? Bular 3-qoringa hammasi. Bular 3-qoringa ekan. Hurmatli obunachilar, 3-qoringa bo'g'oz ekan. Qo'yni zo'rini, yirigini olaman deganlarga xolasa. Bular haqiqiy eti boshi yaxshi, o'ta yirik variant ekan. Xo'p, bo'ylarni nechaga beramiz? 85 chiqadi bular. Bo'ylari 85 ekan. Hurmatli obunachilar. Bularni ham 80 pilisga olishaversin. Aytyapman, narxida yengil qilib beramiz. Bo'yda talash bor tushmaymiz bularda. Bo'ldi. Xolasa obunachilar xursand bo'ladigan narxda chiroyli qilib jo'natamiz. Bo'ldi. So'rasda takror video qilib berasiz yana. Bo'ydan o'lchab, hamma yo'g'ini ma'lumotini video qilib o'zlariga tashlab beraveraman. realni olaman degan aka-ukalar bemalol aloqa chiqarasizlar. Takror video so'rasalaring, takror video qilib beraganlar. Xudo xolasa dastlabkilar buni qayergacha qilib berasiz bularniki? Hammasini olsa, bular ham Samarqandgacha besplatni ketaveradi. Bular ham Samarqandgacha besplatni ketaveradi, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa haqiqiy naq bo'g'ozlar ekan. Xo'p. Qolgan esdan
chiqqan gaplarni o'zlaring pastda nomerlarda telegramlar bor, bemalol o'zlaring qiziqtirgan savollarni berishlaring mumkin. Xo'p, Sasiyat, video cho'zilib ketyapti. Buni narxiga o'tib qolamiz. Buni narxini bo'ladigan qilib aytaman obunachilarimizga. Tushadigan narxda uka bo'ldi, jo'nat deyishidan narxda aytaman. Xo'p, 7 million 100 mingdan ketaveradi. 7 million 100 mingdan ketaverar ekan. Nariga qo'ylarga qaraganda jasadi kattaroq, aybi o'sha 5 ta sariq, 5 tasi kashtanidan. Mana. Olishsa 7 million 100 ming so'mdan dastlabkasi ham meni bo'ynimda boradi. Samarqandgacha bes. Samarqandgacha besplatni dastlabkasi o'zlari bo'yinlarida mana yetkazib olib borib berganlar. Xudo xolasa bir hafta sinab olaverasizlar bemalol. Jasadi haqiqatan o'ta yirik. 8 dan ham berilmagan bu qo'ylar. Shuni ham to'g'ri tushunadi obunachilar. Hammasini olsa optimga 7 million 100 dan ketaveradi. Optimga Maza mana qilib zo'r boqsinda xolos. mana zo'r narx bo'ldi lekin. Xo'p. Meni ham bir gapimni oling. Bir obunachimiz telefon qilib so'rasa, xayrni qilib berasizmi? Hammasini olsa xayriga ham o'tib beraman. Xayr o'tib berasiz, o'zingiz o'tib telefon beraman. qilgan odamga o'zlari o'tib berasiz. Ish bitadi, telefon qilishaversa o'zlariga sirayla qilib o'tib beraman. Xudo xolasa sotamiz aytyapman, boshida aytdim. Maqsad sotish. Rivoj uchun yengil narxda bo'lsa ham sotamiz qo'yiladi. Maqsad sotishda xolos. Bo'ldi. Maqsad sotish ekan, hurmatli obunachilar. Bemalol aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa ishlaringni bitirib beradilar. Xo'p. Akalar, ukalar, xudo xolasa bugun partiyamiz oxirgi ekan bu. Xo'p. Xato nuqsonlar bo'lsa videoda oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar.